Biz mana tadbirga keldik. O'zi hayot tasodiflardan iborat deydi. Hozir bu yerda bitta avtobusni ko'rib qoldim. Avtobus gap so'z bo'lishi mumkin emas, umuman ideal. Menga yoqqan tarafi avtobusga juda ham mehr berganlar. Hozir haydovchining suhbatini olamiz. Assalomu alaykum oqsoqol. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ming bora uzr bezovta qildik. Oqsoqol sir bo'lmasa necha yildan beri haydovchilik qilasiz? 38 yildan beri. Gap bo'lishi mumkin emas. Oqsoqol, sizdan bitta iltimos. Shunda avtobus salonini bitta videoga olsak maylimi? Shunda chiqib ko'raman. Hozir sizlarga kichkina obzor qilib beramiz. Va mashalloh. Bunaqasi menimcha muzeyda ham bo'lmasa kerak. Bu bolalarni psixologiyasiga, hayotiy o'zgarishlariga, mehr sodiqlik bo'lishiga juda ham katta ta'sir qiladigan psixologik narsa bu. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Даже muzeyda ham bunaqasi yo'q bo'lsa kerak. Bilamiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali qimmatbaho avtotransport vositalari reklamalar qilinadi, lekin bunaqasi yillarda bir uchrab qolsa kerak. Eski davrlar kim esiga tushyapti? Kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiringlar. Oqsoqol, sizga katta rahmat. Bitta duo qilib qo'ysangiz. Doda, bitta duo qilib qo'ying. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Avvalambor Alloh taologa bitmas tuganmas hamd va sano, shukr Allohga bo'lsin. Hamd Allohga bo'lsin. Allohning 99 ta go'zal ismi bor. 99 ta go'zal ismiga hamd va sano, shukr Allohga bo'lsin. Hazratimiz Sayyidimiz shafoatgo'yimiz ikki olam sarvari suyukli jonajon mehribon payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, ahli yo'llariga, zurriyotlariga, kuyovlariga, ona to'tazodlariga, o'tgan payg'ambarlar, mo'min musulmon, aziz avliyolarga, sahobai islomlarga durud salovat va salomlar nozil et Allohim. Allohumma sayyidina Muhammad va ali sayyidina Muhammad. Allohim shu bugungi kunimizni ibodatli, barakatli, daromadli, xayrli, fayzli qilgin. Shikast ofatdan o'zing asra. Allohim osmonimizni musaffo qil, yurtimizni tinch qil. Ofat kulfatdan, har xil balo, qazodan, yomon ko'zdan o'zing asragin Allohim. Allohumma rabbana atina fid dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabinan bi rahmatika. Allohu akbar. Oqsoqol, to'g'risi duo qilayotgan paytingizda qo'llarim qaltirab, etlarim jimirlab ketdi. Rahmat, nabiralaringiz vaqtiga omon bo'ling. Havas qildim sizga. Rahmat. Rahmat dedi.